Assalomu alaykum hammaga. O'tgan darsda sizlar bilan Google accountingizni parolini qayta tiklashni o'rgangan edik. Bu darsimizda Google accountni qanday qilib o'z kompyuterimizga ulab olishni o'rganamiz. Buning uchun birinchi navbatda biz Google ga kirib olamiz. Endi ko'rib turganingizdek, ekraningizni yuqori o'ng burchagida YT tugmasi bor. Agar bu tugma bo'lmaydigan bo'lsa, yonidagi nuqtalar, belgili nuqtalarning ustiga bosamiz. Bu yerda account belgisi turgan bo'ladi. Shu qismdan ham o'z akkauntimizni ulab olishimiz mumkin. Demak, account ustiga bosamiz. Bu googleaccount.com saytiga olib o'tib ketdi. Endi o'z akkauntimizni ulash uchun o'ng yuqori burchakdagi Pereyти va account Google tugmasiga bosamiz. Demak, ochilgan oynada siz bu qismiga o'z elektron pochta adresingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Men o'z adresimni kiritib o'tib ketaman va to'liq aniq yozganingizdan so'ng Dalее tugmasini bosamiz. Ana endi bu yerga o'zingiz elektron pochtangizni parolini kiritib o'tishingiz kerak bo'ladi. Kiritganingizdan so'ng Dalее tugmasini bosamiz. Parol noto'g'ri terilgan ekan. Ana endi terib Dalее tugmasini bosamiz. Saqlab qolish shart emas. Bildirishnoma telefonimga jo'natgani haqida xabar kelmoqda. Ya'ni o'z telefonimga bildirishnoma jo'natildi. Telefoningiz internetga ulangan bo'lishi kerak va qarasangiz telefoningizda bildirishnoma kelgan bo'ladi Google tomonidan va "Да, это я" tugmasini telefon orqali tasdiqdan o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Tasdiqlaganingizdan so'ng davom ettirish, pin kodni o'zgartirasanmi deb so'rayapti. Demak, o'zgartirishga hojat yo'q. Не сейчас tugmasini bosaman. Yuqorida ko'rib turganingizdek telefon raqamini kiritib o'tishingiz mumkin. Google accountga o'z telefon raqamingizni kiritib qo'yishingiz kerak. Agar to'g'ri kiritilgan bo'lsa, shunchaki saqlang tugmasini bosib o'tib ketishingiz mumkin. Ko'rib turganimizdek, ana endi biz Google akkauntimizni kompyuterimizga ham ulab oldik.